Bu savolni bilmasangiz aniq esaytmasda 750 plus ola olmaysiz. A line intersects two parallel lines forming four acute angles and four obtuse angles. The measure of one of the acute angles is the beryapti 9x minus 560 gradus. The sum of the measures of one of the acute angles and three of the acute angles is minus 18x plus w gradus ekan. What is the value of w deb savol qo'yapti. Tarjima qiladigan bo'lsak, a line degani chiziq, intersects kesishadi, two parallel lines ikkita parallel chiziqlar, acute degani o'tkir, obtuse o'tmas, the measure o'lcham. Xo'p, the sum yig'indi, value qiymat. Ikkita parallel chiziqlarni bitta to'g'ri chiziq kesib o'tibdi. Shunda 4 ta o'tkir va 4 ta o'tmas burchak hosil bo'libdi. Bitta o'tkir burchakni bergan 9x minus 560. Keyingi burchakni biz qo'shnisini a deb oladigan bo'lsak, ikkalasini yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Qo'shni burchaklar yig'indisidan. Xo'p, aytishi bo'yicha 9x minus 560, ya'ni bitta o'tkir burchakka 3 ta o'tmas burchakni qo'shganimiz minus 18 plus w ga teng ekan. Bundan 9x minus 560 ni plus a deb oladigan bo'lsak, 180 ni berib qo'yadi. Shuning uchun 180 plus 2a teng deymiz minus 18x plus w ga. Shundan w ni topadigan bo'lsak, 18x plus 2a plus 180 ga teng bo'lib qoladi. Keyin tepadagi tenglamadan biz a plus 9x minus 560 ma'lum 180 ga teng. O'shandan a plus 9x ni topib, bu yoqqa olib kelib qo'yadigan bo'lsak, a plus 9x imiz teng bo'ladi 180 plusdan 560. Bu teng bo'ladi 2 ko'paygan 740 plusdan 180. Demak, w imiz teng bo'lar ekan 1660 gradusga. Saytiga tayyorlanuvchi do'stlaringizga yuborib qo'ying.